Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatınlar, Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Biz bugün Xitay Kompartiyasının qurulğanlığının 100 yılığı hem onun cinayətləri üstündə söhbət elib barımız. Biz bu münasibət bilan Dünya Uyğur Qurultayının muavin rəisi Erkin Əkrəm əfəndi bilan Gollandiyadakı müstəqil küzətgüçü Asiya Abdulahad xanımni bu söhbətə alayı təklif qıldıq. Söhbətimiz xoş gəldinizlər. Hoş bulduk, rahmet. Ərzməydi. Onda olsa Erkin əfəndi bu Xitay Kompartiyasının qurulğanlığı əlbəttə bu 7-ci ayının biri 100 yıl bolğan boludu. Xitay rəisi Xi Jinping bu gündə Xitay xalqının qayta baş kötürgənligi həm Xitay hökumətinin həm bundan keyin Qərb əllərə bozak bolmaydiganlığı to'g'risida alohida so'zlab tushuntirib o'tib ketdi. Sizningcha hamda bu Xitay hökumətinin hamda bu asli əlbəttə Sovet İttifaqı qurgan bir Xitay Kompartiyası. Siz bu şu Xitay Kompartiyasının yəni Sovet İttifaqı, Sovet kommunistləri nima sababdan qurganlığı to'g'risida bir qisqacha bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. 1919'da Lenin bir internasyonel teşkilatı kurdu. Bu teşkilat kurulğandan keyin bütün dünyada komünizmle yiyiştep deydiğen bir stratejisi vardı. Bunu yiyiş için hem de en muvafık bir yerini Xitay'da köydemdi. Halbuki Xitay bundan evvel yani 1919'dan evvel Li Dazhou ve Xu Zhubey deydiğenler bunlar Marksizmle yiyip jügendi. Aslında bu nime bile Leninist bir komünizm bile jiraktı. Ama 1919'dan keyin internasyonel teşkilatı adam evitip bulağı hem siyasi cihetten, hərbi cihetten, iktisat cihetten mütehassislerini evitip durup başta Gomindan'ın işçide başladı. Keyin onundakin komünist Xitay Komünist Parti kurdurup onundakin bununla birlikte hareket kıldı. Bu bir ideoloji cihette gibi düşünce. İkincisi Sovyetler İttifakı şu Japonya'nı Xitayning qo'li bilan bir taqabul turalaydigan bir kuchni shakllantiralaymizmi deydigan bir tushunchim bor. Shundaqla hamda Xitoydagi bir davlatda Sovetlar ittifoqiga yoki Bolshevik hukumatiga yaqin bo'lgan bunda bir hokimiyatni tiklashmi bu Sovetlarninki bir maqsadi hamdi. Asiya xanım bu bugün yani Xitoy raisi Xi Jinpingning so'zida nihoyatda kuchli shaklda G'arbga qarshi bir nutq so'zildi. 1949 yılı yani 10. ayının 1. günü Xitayning raisi yani Mao Zedong şu çağda şu Xitay Xalq Cumhuriyeti'ni jakalagan çağda Xitay xalqi o'rnidan dastur deydigan bo'lsa bugun ki Xi Jinpingning nutqida yani Xitay xalqi o'rnidan dasturlam emas, hozir hech qanday tashqi kuchga bo'ysunmaydi, ham bo'zak bo'lmaydi deganni so'zlab o'tib ketdi. Sizning Xitoy raisi Xi Jinping bu orqali dunyo qanday bir signal vermekçi deb qaraysiz? Hakikaten siz degandek Xitay hökuməti yani Mao Zedong 1949 yılda Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin kurulğanlığını bütün dünyaya jakalagan vaqtida Cungo xalqi o'rnidan dastur deb jakalagan. Endi Xitoylarning ichida mundaq gap bor. Mao Zedong Cungo xalqini o'rnidan dasturg'izdi. Deng Xiaoping Cungo xalqini bayasha turmushga erishtirdi. Xi Jinping Xitoy xalqini kuchli bir holatga elib keldi, ya'ni qudrat topqizdi degan shunaqa qarash bor. Endi bu nuqtadan qaragan vaqtida Xi Jinping davri hamda Xitoyninki bu shu 100 yillik planininki amalga oshgan, ya'ni oxirlashgan, ya'ni o'ziga nisbatan bu 100 yillik plan utuqliq oxirlashib dunyoga xo'ja bo'lish qadamini bosgan bir davr deb tushuniladi. Shuningga bu Xi Jinping davrini bir qudratlik jungo qurilgan bir davr deb shunday izohlaydi. Ora sizning şu G'arb əllərə nima signal verməkçi bu nutq orqali? G'arb əllərə berilgan signal shu 100 yillikni tabriklashdan burun Xi Jinping ham Xi Jinping hukumati izchil turda G'arb jamiyatiga G'arbning demokratik sistemasi hozir dunyoning ehtiyojiga moslashmaydigan holatga keldi, ya'ni bu cho'kdi. Shunga hozir G'arb cho'kib sharq ko'tarildi degan nuqtani ta'kidlayapti. Uningdagi Jungocha, ya'ni Jungo uslubidagi Jungocha sotsializm dunyoning yangi kun tartibini belgilashda bu Jungocha sotsializm shu dunyoning yangi tanlashi bo'la oladi. Ya'ni biz yangi o'zimizniki Jungocha alaylik ideologiyamizni dunyoga taqdim qilamiz. Shu bizga o'rni bo'shatishing kerak. Biz hozir kuchlanib, sening o'rningni ala oladigan holatga keldik degan uchurni beryapti dunyoga.
endi shuni bildirmoqchi butun dunyoga o'zining qancha kuchliklanganligini ham dunyoning o'rnini egallaydigan sharoitni o'zida hozirlaganligini ashtaq bir uchurni bermoqchi dunyoga ham g'arb jamiyatiga. Men shuna qarayman. Erkin efendi bu sizde bedep ketgandek bu Sovyet İttifakı yeni vaqtida yani bu Xitoy da bir kompartiyani qurib bir Yapon qarshi turish maqsad qilgan bo'lsa, ammo 1944-yildan boshlab bular Sharqiy Turkiston xalqining qo'zilishiga, mustaqil davlat qurishiga hamda yordam qilgan bo'ldi. Bu Sovyet İttifakıning siyosati bo'lgan bo'ldi. Albatta shuning bilan bir vaqtda Xitoy kompartiyasiga yordam qildi. Agar sizningcha bu 1949-yil, ya'ni Xitoy kompartiyasi hokimiyat beshiga chiqmagan bo'lsa, Kuomintangni Tayvanga qo'g'ilib etib, Sovyetning yordami bilan sizningcha Sovyet İttifakı shu chaqda Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishini davomli qo'llash mumkinmi? Qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Aslında bu 44'teki Cumhuriyetini qo'llagan vaqtida Sovetlar İttifakı'nınki şu Politbürosunda aylangan karar Sharqiy Turkistonda hiçbir zaman mustaqil devlet kurulmaydı deb karar algan. Bu karar 1934'te algan, 44'teki aslında 43. yılının 11. aydan itibaren bir 6 kişiden teşkil tapkan bir komiteninki karar hamdi. Yani Sharqiy Turkiston halkını qozgandırış için mustaqillığını yoki Cumhuriyet ilan qilishini qo'llaymiz degan bilan aslında bir mustaqil devlet qurilishini xohlamoqda. İkincisi, Sharqiy Turkistonda qurilgan bir hokimiyat cho'qim Sovetlarga beqingan bir hokimiyat, ama igilik huquqi Xitoyga bog'lanish kerak. Üçüncüsü, Sharqiy Turkistonda yerlik xalqlarninki hokimiyati bo'lmaydi, shu Xitoy boshqursa yaxshi bo'ladi deydigan 34'te e'lingan karar mışında. 44'te hem de bu Şinsey'ninki bu yüz örüşüge karşı mışında yerlik halkını qozgandırmasak bo'lmaydi degan bir düşünce geldi. Şununla bu 2. Dünya Uruşu'nunki tügüşü bilen mışı Cumhuriyet'ninki ismini, namını aldırıcış ve Xitoy bilen mışı otonomiya hakkında müzakere kılışını zorladı bu Xitoylar. Tabii Cumhuriyet'tekiler bununla unutmagandan keyin tabii Alihan Töre degandek adamlarni, işte karşı çıkan adamlarni şu vazifeden aldırıp veya icralaştırıp ahire özününki yetiştirgen yaşlarını bu Cumhuriyet'nin beşiğe ekip durup onun Cumhuriyet ismini aldırıverdi. Misalga 1949'da Sovetlarninki Politbüro azasının birisi Mişu Mikoyan. Birinci ayın ahiri, ikinci ayının beşide Çambanpo'da Mao'yla köreşken çağda Sharqiy Turkistonning taqdirini eşediler belgiletken. Bu yerdeki sohbette hem de Stalin'ninki köz karışı Mao deydigan gepi hem de Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lmaydi deydi. Bek bo'lsa şu otonomiya ba'si yetib ish bildi deb tushundirgandiki Mao'ning keyin xo'shal bo'ldi. Bundan başka 1947'de İçki Moğolistan'ınki otonomiyası kuruldu. O yerden tapkan tecrübesini Sharqiy Turkistonda işletishga tirishdi. Misal Sharqiy Turkistonda mush otonomiyani quramiz degan vaqtida, ya'ni 1951'lerde karar ep bo'lgan bo'lsa, 55'te buni namini bergan bo'ldi. Ama angacha Sharqiy Turkistondagi bütün rayonlarni hammasini yerlik xalqlarga bo'lib berdi. Misalga kent bo'lsin, nahiye bo'lsin, viloyat bo'lsin, hammasini otonomiya qilib bo'lib berdi. Ahir bularninki üstüge bir qalpoq kiygizdi, ya'ni Şinjan Uyg'ur Otonom Rayon deb. Aslında Uyg'urlarning qo'lga ishini tegmidi degan gap, ya'ni shu bir qalpoqdan boshqa. Ya'ni Xitoy bu jihatda bir ustulik qildi bu yerda. Gerçi vaqtida G'ulji hukumatining adamlari biraz qarshi chiqqanmi bo'ldi, ama 57'de Qingdaodagi yig'inda buni hamda yatıştırgan bo'ldi da, hamda shu peti bilan shunday qurilib qoldi. Ya'ni bu 49'ninki ahirida Mao'ninki Moskva ziyareti vaqtida Sovetlar aslında o'zininki yetishtirgan adamı bilan Sharqiy Turkiston ya'ni o'zininki hokimiyatga olmoqchi. Fakat Mao u yerda chin turdi. Ahir kelishgan yerda shu Sharqiy Turkistondagi chet elliklarni hammani qo'g'lab chiqish. Onu Mao qabul qildi, ama igilik huquq Xitoyda bo'lishi lozim deb. Mao biladi Sharqiy Turkiston rayonunki stratejiya o'rnini. Aslında bu Chiang Kai-shek biladi. Chiang Kai-shek şu 45. yıl 8. ayın 15. gününde şu Xitoy Sovet dostluk münasebeti bilen münasebetlik bir imzalaştı.
en ahırda yollagan Moskovanın özünün heyetiga yollagan nimada telegrafdima manda gap bor. Agarda Manchuriyaning va Sharq Turkistonning eglik huquqi bizdala bo'lgan bo'lsa, bo'ldi tashqi Mo'g'ulistonni o'tkazmasang bo'ldi deydi. Ya'ni Xitoy eng ojiz vaqtida Sharq Turkistonni qo'ldan bermagan. Ammo bu ish hamda Sovetlar bu Sharq Turkistonda ta'siri cho'ng bo'lg'ashqa u yerda hamda boshda misolga Zhang Zhizhongdek nima Sovetlar bilan hamkorlik qilib turib Sharq Turkistonni mustaqilligini tutib turayli, tinchlikni tutib turayli dedi. Ammo 1950-ningki 1-ay, 2-aylarda Mao o fikirdan vaz kechdi. Ya'ni Sharq Turkiston tamoman qo'lga ilish lozim deb. Shuna bir qaror berdi. Hamda Xitoyning maqsadi hamda tarixdan beri Sharq Turkiston Xitoy uchun g'arb tarafga chiqish yo'li hamda. Bir darvoz, bir ko'rik. Darvoz yopilsa, ko'rik cho'kib ketsa, Xitoyning chiqishi chataq. U vaqtda shunda hozir agarda temir yo'lni, energiya yo'lini bu yo'llarni qazsa, bu Sharq Turkistonning ahamiyati texmi strategiya ahamiyati texmi cho'ng hamda. Bunda bir paytda Xitoy Sharq Turkistonda tinchlik, ya'ni ularning gibi bilan bir muqimlik bir rayonlarga aylantirish to'g'ri keldi. Bu aylandırılan vaxtda hamda iqtidai eng dəhşət və vəhşi bir siyasetini tanıgan oldu. Yani hazır ilib bağlan siyasetler həmmisi aşağıdaki muqimlikni qoğdab qilish. Sebep əbəqmən degan bu strategiya mənfəətini qoğdab qilish. Bu vaxtda Şərq Türkistan'da kim yaşasın o mühim emas. Ama zemin, toprak bu Xitay üçün mühim. Şunaşqa tarixdən biri, misal 49'da 4-cü ayda Amerika'ma bir planı kurgan Şərq Türkistan'da bir devlet kuraylı deb. Şu vaxtda Stalin Mao'nun arasındaki telegraflarda mı görələyimiz? Yani Şərq Türkistan'da İngilizler Amerika'ya bərməyli deydiğən. Bu Yakubek vaxtda oxşar hikaye. 44'deki vaxtda oxşar hikaye. 49'da oxşar hikaye. 1960'daki işlemi yana oxşar hikaye. Şununla bu 137 yıldan beri Şərq Türkistan'da yaşanıyatqan bu zulümler, hazır hem de ırkı kırgınçılık iniqlavıdır. Bunlar həmmisi şu Xitay bu zeminge sahip çıkışının ki koydu hemdi. Bunu hem de nurgun çoğun devletlerle içişvadıdır. Hazır mı buna dünyadaki çoğun devletlerle ama yani Şərq Türkistan merkezlik uruş ederler, yani devam kılıvadıdır. Çünkü uya hemen degəndək nazuk və strategik bir əhmiyyəti bo'lğaçqa Xitay muşundaq bir siyasətini elib yürüvadıdı deyiləmdi. Asiya xanım bu hazır Erkin Ekrem Efendi betep ketkəndək bu strategiyilik o'rni albatta bizning vatanına ait mühim. Albatta buni Xitoy kommunistləri ham Kuomintang davrida buni ait yaxshi tushungan, bilgan. Sizningcha yaqinda yani bir qancha yildan beri Xitoy raisi Xi Jinping chiqqanda yani elib borgan bir yo'l siyosatimi bizning vatanni markaz qilgan cho'r degan asosda elib berilyapti. Shuningami Xitoy hukumatining nazarida ya'ni Uyg'urlarning vataniga ait muhim bir strategik ahamiyatga ega deb qaramsiz? Shundoq. Nurg'un shu kishilar hozir bunda qaraydi. Xitoy hukumatiniki Uyg'urlarga qaratgan bu irqiy qirg'inchiligi Xi Jinping chiqqandan buyon eng vahshiy holatda asli qiyofati bilan yurgizildi. Ya'ni Xi Jinping bu vaziyatni mushtaq ig'irlashtiryapti deb qaraydi. Lekin amaliyotda Xitoyniki shu Xitoy siyasi yollarının Xi Jinping'in qaşidagi masalan Jin Sanrong deymiz, Huang Gang deymiz, Wei Ping deymiz, Zhang Weiwei deymiz. Şu kishilarniki nurg'un analizlarini anlayman. Bu yerda bular o'zlari deydi. Xitoy davlatini tushunish uchun oldi bilan Xitoy Kommunist partiyasining tarixini o'rganishinglar kerak deydi. Haqiqatan hozirgi Xitoyning tarixi shu Xitoy Kommunist partiyasining tarixi amaliyotda. Shuningga bu Mao'ning shu 49-yili Jungo Xalq Cumhuriyatini qurgan vaqtining o'zida bu yerda bir Jungocha alaylikka ega bir Jungo quramiz degan bu siyosatni yo'lga qo'ygan hamda shunaqa ideologiya bilan qurilgan davlat bu.
şu devlet kurulgandan tartib ta bugunga qadar, ya'ni 53-cü yildagi birinchi 5 yillik plandan tartib bular her 5 yillik plan tuzib, mushu Deng Xiaoping davri bo'lsin, Hu Jintao Jiang Zemin davri bo'lsin, taki bugungi Xi Jinping davri bo'lsin, bu davrga qadar bu 5 yillik plan sifatida, shaklda bu hokimiyat davomlashib keldi. Bu hokimiyatda hech qachon, masalan, Deng Xiaoping islohot etish strategiyasini yo'l qo'ydi 78da. Buni 53-cü yili Stalin o'lib ketganda Xarashov yo'l qo'ygan Sovet ittifoqida. Lekin Xarashov yo'l qo'ygan vaqtida bu strategiyani Sovet ittifoqida shu Stalinniki bu siyosatniki butunlay xato ekanligini, buni Stalinniki xatolik o'tkazganligini, buni nima deymiz, e'tirof qilgan. Ya'ni bu xatolikni e'tirof qilib, shu xato bo'lganligi uchun biz islohot qilamiz deb islohot yo'liga borgan. Lekin u vaqtida Mao Zedong bularga qarshi chiqib, bu islohotni rad qilgandan keyin bu islohotga qarshi bir madaniyat inqilobidek bir kurashlarni boshladi Mao Zedong. Lekin Deng Xiaoping kelgan vaqtda Deng Xiaoping islohotni etish strategiyasini yo'l qo'ygan vaqtida bu Deng Xiaoping azaldan Mao Zedongniki bu yurgizgan siyosatlarniki xatoligini Xarashov Stalin qilganda inkor qilgani yo'q. Yani demek, ta bugunga qadar, hatta shu Xi Jinpingga qadar bular hech qachon o'zlarining minib kelgan bu musofirlarda bir xatolik bor deb qaramaydi. Xi Jinping ham shu degan so'zni bu bizniki Jo'ng Kommunist partiyasiniki shu strategiyasi, shu yo'llari hammasi to'g'ri. Biz ham davomli qarab ilgarilaymiz. Biz hech qanday xatolik o'tkazmadik deydi. Uyg'urlarniki vatanda Xitoy hukumati dunyoga xo'ja bo'lish strategiyasini sınaq qildigan bir maydon qildi deb qarasak bo'ldi. Ya'ni bir balbaq bir yo'l strategiyasiniki yo'linishi bizning vatandan chiqib Yevropa va butun dunyoga mangadigan bir bizning vatan bilan munosabatli bo'lgan nihoyatda muhim bir strategiya u. Andan keyin ularninki o'zining davatgan so'zi bor. Bir balbaq bir yo'l strategiyasiniki muvaffaqiyatli bo'lish bo'lmasligi Xinjiang masalasini qanday hal qilishga berib taqiladi. Ya'ni Xinjiang masalasi bir balbaq bir yo'l strategiyasiniki negizlik, ya'ni markaziy nuqtasi deb mundaq ifodalaydi. Shunday bo'lgan vaqtida bizning vatanda nima uchun bunday irqiy qirg'inchilik bo'ldi? Nima uchun bizning vatanda bunchalik ko'p zulm bo'ldi? Bizning vatanniki strategik o'rin emas, Uyg'urlar u yerda yashayotgan, u yerdagi xalqlarning haq-huquqlari ham shu yerdagi vaziyatni muqimlashtirish Xitoyga nisbatan qanchalik muhim ekanligini shu yerdan ko'rib olsak bo'ldi. Ya'ni bir balbaq bir yo'l strategiyasi hargizmi Xitoyniki yolg'iz nima deymiz endi vatanniki strategik o'rnish uchun muhim deb qaralgan narsa emas. Erkin efendi, bu albatta siz degandek bu Xitoy kompartiyasini qurgan o Sovet ittifoqi, Sovet kommunistlari yani. Bu Xitoylar o'zligidan biz bir partiya quraylik deb qurgan narsa emas. Sovet ittifoqining yetakchiligida qurilgan iqtisodiy ma'naviy jihatga bergan yordami bilan qurilgan bir partiya. Xi Jinping o'zininki so'zda buni bir alayida bu Sovet ittifoqi bizni qurgan degan gapni qilmadi albatta. Bu Xitoy Mao Zedong uchun shu bo'la o'zligidan kelib qurgan bir partiyadek uning 100 yilligini tabriklamoqda. Albatta bu Xitoy kompartiyasi Sovet ittifoqi qurgan bilan Xitoy kompartiyasi Kuomintangni Tayvanga qo'g'lib bitib, hokimiyat beshi chiqib 10 yil o'tmaylam Sovet ittifoqiga qarshi turdi masalanda. O'zini bu dunyoga tuqqan, baqqan yoki cho'ng qilganmanda desak, o'z so'ygan partiyaga qarshi turdi. Bundan keyin albatta Sovet ittifoqi qarshi turgandan keyin Amerika bilan keyin birlashgan bo'ldi. Amerika va G'arb ellari Xitoy bizning do'stimiz deb, hatto Sovet ittifoqi yiqilgandan keyin eng yaqin qo'yniga kelib, iqtisodiy jihatdan, har jihatdan, diplomatiya jihatdan yordam qilib, qo'llab bugungidek bir qudratli bir davlatga aylantirishda o'sha G'arbning yordami bo'lmasa, albatta Xitoy bunchalik bosh ko'tara olishini atayin. Ammo shunday bo'lsa, Xitoy bosh ko'targandan keyin birinchi qitim Sovet ittifoqi mushatdi. Hamda Amerika boshliqli G'arb ellariga mushatyotdi. Shu sizlarcha bu Xitoy kompartiyasi yoki qo'lidagi bu hokimiyat, ya'ni boshqalardan foydalanib o'zi kuchlangan chog'da hammaga mushatish, shunday bir siyosiy yoki strategiyasi bor deb tushunish bo'lamdi. Tabii shunday tushunish lozim. Xitoyninki bu partiya qurilganda, kommunist partiya qurilganda ideologiya bilan qurilgan deb ko'ramiz hamda. Bu marksizm, leninistlarni qabul qilgan deb. Aslında boshda 1927gacha ashundaq mangan hamda.
1927-29'da bu Komünist Parti'ninki bir kısmı hamda bular şu kurallık bir hareket kılmasak hakimiyetini kolu düşüremeyiz deb o faaliyetini başladı. O vaqtida bu internasyonal teşkilatının evetken harbiy nimeleri vardı, mutahassisleri. Ularga ügetken bütün taktikler hemmesi mağlubiyetke uçurdu. Bunda bir payda hamda Jingangshan'a yığılış oldu. Yani tağlı rayonlarga yığılış. Eşyada hamda 29'dan keyin bulup 1931'de bular Jiangxi Ruijing'de bu Sovyetler Xitay hakimiyetini kurgandan keyin devletning içinde bir devlet kurdu bular. Kurgan vaqtida ondan keyin Mao asta eşyada yükselip çıktı. Mao aslında Xitayning menfaatini yoki o milletining menfaatini o'ylagan, ama ideologiyani bir asbab qilib ishlatgan bir realist bir adam bu. Shuningga Sovetlar bularni bek yaxshi ko'matdi bu Mao'ni. Keyin bu uzun sefer degan uzun qichish bilan birlikda Mao yangiga kelgandan keyin u yerda hamda bu internasyonal teşkilatının kuchi yetmez bo'ldi. Chunki Sovetlarda yetişip kelgan ve Wang Ming'e o'xshaydigan undaqlarni hammani tozalashga başladı. O tozalash bilan birlikda shu yerliklar deb qo'yaylik, ya'ni Xitoyning yerliklar, ya'ni Moskvada tarbiya ilib kelgan kommunistlar emas, yerlik kommunistlar asosan kuch qozongan bo'ladi. 1943'te shu internasyonal teşkilatı yıpıldı. Yıpılgandan keyin bu komünist ideologiyasi bu yerda tekim acizlaydı. Şunun bilan birlikte 1939 ve 41'nin arasında Liu Shaoqi Maoizmni yaratishga tirishdi. Ve şundaqla Xitoycha bir komünist ideyasini yaratgan bo'ladi. Bu ideya bilan Mao kuchlangan bo'ladi ve Japoniyaning ishg'oli, uni qo'g'lab chiqishi, o siyosiy atmosferlarda yaman yaxshi foyda oldi hamda. Ularga bir talay kelib qoldi. Bo'lmasa ishida aç qilib namratlıkta belki ölüp qilishmi mümkündü. Ama bunda bir payda bular kuchlandı ve Sovyetler, yani Stalin yeniden şu Mao'nu tekrar ona kıymet berishga başladı. Çünkü Japonya'ya karşı urushda komünist grubu ya da armiyasi ishga yaraydiganligini ishada ko'rdi. Bo'lmasa Amerikaliklarga detdi bu Stalin. Bu Mao'ningki komünistleri hemmisi seyriq yağ komünistlardaydı. Hem de o digine hem de komünistlerge o'xshamaydigan aşında bir komünist demekçendi. Muşu Japonlarni muşu Manchuriyadan qo'g'laydigan vaqtida Stalin ondan keyin muşu Xitoy Komünist Partisining armiyasini muşu Manchuriyaga kelinglar deb kelgizib, ashadagi bütün muşu baylıklarga sahip çıktı ve kurallara sahip çıktı ve Japonlarınki şu sanayi nimelerine sahip çıktı. Bir keçidiler partizan vuruşundaki bir armi bir muntazam bir armiye aylandı. Ve Stalin ondan kullanışa başladı. Bu kullanış aslında komünizmden köperek ziyade aslında bir menfaat. Yani devlet menfaati. Yani Japonya'nı yoktur ve Amerika yani bu rayonga gelmesligini aldın eliş için şunda bir hakimiyet peyda buluş lazım. Stalin'in düşüncesi aslında Xitayda iki hakimiyet kuruş. Yani cenubda bir Chiang Kai-shek, şimalda bir Mao Zedong deb. Ama Mao onunla unmadı ve hemimizin bilgendek Tayvan'a, Kuomintang hükümetine Tayvan'a qo'g'lab etdi. Stalin texmi hakimiyet berishga başladı Mao. Çünkü bu bütün hakimiyetini qo'lga tutadigan bo'ldi deb. Bo'lmasa Mao necha qitim o'sha Moskvaga ziyorat qilay desa Stalin unmagan. Ama bu 49'ga kelgan chaqda hamda Mao'ga hakimiyet bermisi bo'lmaydi. Shuningga Mao'ning ziyoratini ma'qul dedi. Kelgan taqdirda Mao bilan o'sha Xitoy Sovetlar arasında menfaat mesele hakkında müzakere qilishga fursat to'nimadi. Bir necha ay aşında yalğız tashlab qo'ydi uni. Ahirda Mao o'sha Reuters'ga xabar berib, Stalin amalsızlıktan bunun bilan müzakere qilishga başladı. Yani Yalta yig'inida Xitoy ustida qozongan ba'zi menfaatlar var Sovetlarning. Mao bilan kelishi bilan bir qismini tatib olgan bo'ldi. Misolga Dalian va Lyushun ikki portninki Xitoyga qaytirib berishi.
Ondan keyin bu Manchuriya temir yollarının işletiş hakkı. Çünkü burun Sovyetlerinin ki işletiş hakkı vardı. Misal Şarkı Türkistan'da Sovyetlerinin gücüne çıkır yetiş. Degandek muşundaq narsalarni müzakere qildi. Demakchi bunun ikki devlet o'xshash ideologiyada bo'lsa, aslida devlet manfaati o ideologiyadan evvel kelgan bo'ladi. Bunu tushungan taqdirda 1960'da nima uchun ikki devlet arası buzuldu? Bularninki altın to'y qilishi nimishga aran 10 yil davom qildi deganni tushuntira olamiz. Yani milliy manfaat oldi planda. Stalin uchun shunday, Mao uchun shunday. Shuningga bularning arasında shunday bir jidallar chiqib ketgan bo'ldi. Ondan keyin Mao ondan keyin biz o'zimizni kuchlantirmasak bo'lmaydi deb Sovyetler bilan zaten bir problem vardı 1960'larda emas 1956-57'de cidden çıkışa başlagan. Mao şunamla sekrep atlap terakki bolumuz dep 3 xil bayrak dedi. Onun keyin Mao komünne binimini kurumuz dep. Ya aslında özünü güçlendirmiş. Gapingizni bo'lib o'tsam, bu Mao Zedong Moskvaga berib Stalin bilan ko'rishgan chaqda albatta bu Sayfiddin Azizmi bor edi. Shunday. Sayfiddin Aziz borgan chaqda u Mao Zedongdan qishi turmay, u Stalindan keyinib turib, o Sovet İttifaqı bilan Xitoy Xalq Cumhuriyati do'stlik shartnomaga qo'l qo'ygan chaqda, yana Sayfiddin Aziz hisobda Uyg'urlarning vakili bo'lib borgan. Endi uning berishi o Moskvaga, uning anikin o'ynagan roli ham Uyg'urlarning nazarida o'zining davlati bo'lgan Sharq Turkistonning setilishda qanday bir rol o'ynagan bo'ldi? Aslında o Sayfiddin heyetini Stalin davet qilgan. Mao'nun da haberi yok ya çünkü o tuyuksuz Mao'nu çaqagan vaqtida qarsa salonda yani çıkanda Mao Sayfiddin heyeti mi var. Bunun tercümanı, Mao'nun tercümanının ki hatırası qargan çağda o yerda bir Mao biraz mındaq turib qalgandek turdu deydi. Ama qalgan Xitoyning ki manbalarga qaraydigan bo'lsak, undaq emas. Yani Mao'nun xabari bor deydi. Bir mezgil muşu Sayfiddin'e bazı ekmet berip qilgan qargan chaqda Komünist Partisi Sayfiddin'den biraz nima hamda hatırjam dek turdi. Çünkü Sayfiddin Mao Beijing'e borgan vaqtida, birinchi qatim borgan vaqtida beripla ton kiydirdi. Ondan keyin Komünist Partiga a'zo bo'lman dedi. O biat qilishini baldırla deb bo'lgan. Sadaqatni bildirib bo'lgan yana. Şununla Stalin bir yerde Sayfiddin'ni çağırıp ekilişi Mao'ya karşı bir müzakerede kozur kılıp işiltimen deyişi o yerde bir hatalık oldu. Dep oylayamamdı Mao Stalin ciddi. Ama Stalin özüce belki ben muşlarını kollagan Sayfiddin'i bizde okugan yetişken dep aslında oylagan boz gerek. Ama kinki zamanlarda Sayfiddin'e işenmez oldu hemimiz bilimiz. Onun keyin Sayfiddin'e Beijing'de uzun ölgüce baktı hamdı. Yani demekçi babının eşyadama Stalin bir kozur oynayman dep kıldı. O ya da ideoloji ciddi eğer ortak bo'lgan bo'lsa, bunchilik o'ynashning hojati yo'qdi. Yani Sovyet ve Xitoy munosabati baştan ahirgacha ko'ringan qismi ideoloji, yani hemsi komünist ama aslida yani mig'izda degan vaqtida bular hammasi shu manfaat meselesi. Yani devlet menfaati. Bu Asiya Hanım bu Xitoy Kompartiyasi yani qurilgandan keyin albatta Xitoy Kompartiyasi hatta Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ol atalmış hozir xalqsonliq millatlar bir qismi o'zining tarixda davlati bo'lgan, zimini bo'lgan, ayrim din, ayrim til, ayrim an'anaga ega xalqlarni mustaqil bo'lsangmi bo'ladi, federatsiya qursaqmi bo'ladi, xohlasang bizning bir qismimiz bo'lsang bo'ladi, bo'lmasa ayrim davlat qursang bo'ladi degan. Ammo 1949 hokimiyat beshig'i chiqqandan keyin Erkin Akram Efendi tushuntirib o'tib ketgandek Uyg'urlarga mustaqillik yoki federatsiya degan huquqni bermay, ismi bor, jismi yo'q bir avtonomiyani bergan bo'ldi. Mo'ng'ullarga shuni qildi, Tibetliklarga shuni qildi, Tungan ham, Juang degan millatlarga hammasi avtonomiya. Bugun qarasak, masalan, Hong Kong 1997-yili bundan burun Angliyaga va'da berib bir davlat ikki xil sistemi deb 50 yilgacha o'zgarmaydi deb mana 97dan hozir 20 yil bo'la bo'lmaylam Hong Kongni Xitoyning yani bir
Qishidagi Şinjan o'xshash bir shaharga aylantirib, demokratiyasi, erkinlikni bo'g'ib tashlagan bo'ldi. Shuning sizningcha bu Xitoy Kompartiyasini ojiz vaqtida, ya'ni Uyg'urlarning vatani bo'lsin, Tibet, ishki Mo'g'ullar bo'lsin, o'zining qudrati, askari kuchi yetmagan, boshqara olmaydigan vaqtida bu yerlik millatlar, xalqlarga zo'r bir umidni berib, xuddi mustaqillikni bergandek, keyin hokimiyat ustiga chiqsimi, ya'ni kuchi yetmaganlik uchun atalmış o'zangli rayoni boshqarsizlar deb avtonomiya bergandek, ularni o'z kuchini vog'icha. Aning kuchini vog'andan keyin bugun avtonomiyaga erishgan millatlarning kuni eng vahshiy tas. Bir davlat ikki xil tuzumga erishgan Hong Kongdami qolgan ishkirki Xitoylarning kuni qaraganda ko'rgan kuni texmi tas ekanligini ko'rib olib bo'ladi. Shundoq bo'ldi. Xitoy haqiqatan Xitoy Kommunist partiyasi bu aldamchilik bilan hokimiyat beshiga chiqqan bir partiya desak bo'ladi. Chunki Kuomintang davridami bularniki mavzuning mundaq bir mavzu o'zinlarida mundaq bir narsa bor ekan. Ya'ni Kommunist partiyaniki, ya'ni Kommunist partiyaning shu inqilobda g'alaba qozonishda bir 3 go'hurimiz bor deydi ekan. Buniki birsi Tongzhan, ya'ni birlik sab. Yana birsi qurolliq kurash. Yana birsi nim bo'ldi. Bir 3 go'hur bor ekan hamda. Bunun için en mühimi şu birlik sap. Aşı Kuomintang davrida şu birlik sap bilan şu aldamchilik qilgan bo'ladi. Kuomintangdan aldab ichiga kirib cheriklashtirib degandek Kuomintang ustidan g'alaba qilgan. Amerikagami shu mavzu biz demokratik bir Amerikadek bir shu Jungo quramiz, demokratik jumhuriyat quramiz deb shundaq oldigan endi g'arb dunyosini. Ularning qo'llashiga erishgan Sovetni shundoq oldigan degandek, anadan keyin Uyg'urlarmi shu davrlarda hamda boya Erkinkanmi deb o'tdi. U davrlar har xil ideologiya o'zaro uchrashgan bir davr hamda 49-yildan burunqi shu bizning ishki jumhuriyat qurilgan davrlar butkul dunyo miqyosida har xil ideologiya o'zaro uchrashgan davr. Bu bizning vatanda bu ahvol texmi ig'ir hamda. Shu Uyg'urlarniki har xil ideologiyalarga agishish va oqibatda Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining qurilishi bir ideologiya bilan munosabat deb qarayman shaxsan. Sharq Turkiston Cumhuriyetininki qurilishi yana shu ideologiya bilan munosabatlik. Shunday bir ahvolda bo'lganligi uchun Uyg'urlarniki shu vaqtdagi shu ideologiyadagi agishish bu xil psixikasidan foydalangan desak bo'ladi. Chunki Sovetdami Qazaxdaydı, Qirg'izdaydı bularga bir republik shaklda Sovet Union qilib ittifoqdosh jumhuriyatlar deb ularga bir mustaqillik bergan shu vaqtida. Endi Xitoymi shu Sovet qurgan bir hokimiyat bo'lganligi uchun endi Uyg'urlarmi shu vaqtda ishongan bo'lishi mumkin. Endi shunday bir jumhuriyat bo'lsa, oliy avtonomiya bo'lsaqmi, bir mustaqil o'z-o'zimizga ega bo'lgan bir holat shakllandi deb. Lekin 49-yilda hokimiyat qurilgandan keyin mavzuniki degan gap bor bu yerda. Bular bayniyen Tongidayeda 100 yıllık birlik keltirish bir ko'rishimiz bor edi. Bularniki shu 200 yillik planning oxirgi natijasi ham dunyo xo'ja bo'lish, ham Jungoni birlikka keltirish. Jungoni birlikka keltirishda shu Tayvan, Shangang, Tayvan, Hong Kong, anadan Almandaydi, bizningki vatandaydi, Mo'g'uldaydi, Tibetdaydi bularni hammani birlikka qanday birlikka keltirdi? Bu narsa Xitoyniki ikki qatimliq millatlar siyasetninki o'zgarishidan biz bilib olaymiz buni. Ya'ni butkul millatlarni bir Junxo Minzo deydigan, Junxo millati deydigan bir dashqazonda eritib, bir millat shakllantirish, ya'ni bir Junxo ulus shakllantirish. Mana usul bilan Xitoyni bir buyuk bir qudratli ham birli millat, birli partiya hukmronligidagi bir davlatga aylantirishni maqsad qiladi. Shunga siz deganda qarsak bo'ldi haqiqatan. Erkin Efendi degandek bu 1945-yili, ya'ni Ikkinchi Dunyo urushining oxirlashi bilan bu dunyo ikki qutbga o'zgardi. Ya'ni Sovet ittifoqi boshchiligidagi sotsialistik kommunist davlatlar, ya'ni birzi Amerika boshchiligidagi g'arb allari orasida so'g'oq urush boshlangan bo'ldi. Albatta, Xitoy Kompartiyasi 1949-yili hokimiyat chiqqandan keyin u albatta Sovet ittifoqining ittifoqdosh bo'lgan bo'ldi. Shuning bilan Xitoymi Sovet ittifoqi bilan birlikda g'arbga qarshi bir kurashga otlangan bo'ldi.
Ama Xitoy hukumati bilan Xitoy kompartiyasi bilan Sovet ittifoqining orasiga jang jidal bilan keyin Xitoy hukumati asta Sovet ittifoqiga qarshi turib, hamda Amerika boshligiga g'arb ellarga o'zini qo'yniga atgan bo'ldi. Ama 1991 yılı yani Sovet ittifoqi gumron bo'lib, parça ilinib ketdi. Aralıqda albatta bizning qo'shnilarimiz bo'lgan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston degandek davlatlar mustaqilligini jaqallab, mustaqil davlat bo'lib keldi. Ama 1991 yılı Sovet ittifoqi yıqilgandan keyin albatta g'arb ellari Sovet ittifoqini g'arbning dushmani yoki kommunizmning shu bayroqdori deb yo'qotgan bo'lsa, 91 yildan keyin Xitoy kompartiyasini 89 yili garchi Tiananmen voqeasida o'quvchilarni qirgan shu Xitoy kompartiyasi bo'lsa, ya'ni bu Xitoy kompartiyasi bizning do'stimiz, buni qo'ynimizga olsak, Xitoyga yordam qilsak, gullandirsak, biz bilan chiroyli do'st bo'lib o'tib ketalaydi degan orzu bilan Bill Clinton apandi, ya'ni engagement Xitoy bilan birlashish yoki aralashish degandek siyosatni o'tirib qo'yish orqali Xitoy bilan umumyuzlik baqlashgan bo'ldi. Natijada bugungi kunda ya'ni bu Xitoy hukumati bosh ko'tarib, ya'ni Amerikani o'zining dushmani deb qarab, Amerika boshliq g'arb ellarining hammasiga hatto har qaysi shaklda jazo e'lon qilib tahdid qilgan bir yer. Shuning sizningcha 1991 yil ya'ni Sovet ittifoqi yiqilganda asli g'arb ellarimi bu Sovet ittifoqlam emas, Xitoydek bir davlatmi Xitoy kompartiyasi boshqarayotganiki shu chog'da asli shu bir fursatni, ya'ni Xitoydimi kompartiyani, ya'ni kommunizmni dunyoda yo'qotgan bir fursatni qo'ldan berib qo'ydimi deb o'ylamsiz? Ben onda oylamayman. Çünkü 1971'den itibaren Amerika komünist degan şu devlet ile hamkarlık kıldı bunu. Bilimiz ona. Ama işlenmezdi onunla. Şununla 79'da aram bula diplomasi münasebet kuraladı. Ama bunda bir düşüncesi mi var? Xitayni qanday qilib şu xalqaro tuzumga ekirish. Yani xalqaro Amerika'nın 2. Dünya Urushidan keyin qurib chiqqan xalqaro munosabatlar sistemiga va dunyo tuzumiga ekirib, undan keyin bu kommunist sistemni, rejimni o'zgartirish degan bir maqsad bordi aslında. Bu maqsad Bill Clinton'ningki hukumatida bu maqsad ularni texima qoyil qila oldi. Shuningga bu Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti bilan birlikda o'rta sinf o'tirg'i chiqadigan bo'lsa, u vaqtida Xitoy hokimiyatiga bir besim ishlatgan bo'ldi va g'arbda ilingan bir tajriba bu. Yani o'rta sinf kuchlangan sari hokimiyat ojizlaydi deb, diktatörlük bir hokimiyati ojizlaydi deb ana o'ylagan. İkincisi bu Amerika'nın bayları. Yani bu Xitoy yo'g'on bir baza, dunyo nüfusunun 5'te 1'ini teşkil qilgan bir baza. Bu bazani hamda 50-60 devlet umdan chiqishib aran teşkil qila oladigan bir baza. Nayiti jalb qilgan bir bazada hamda xalqlarni. Shuning Amerikadagi baylarni shu bazani bir qo'lga tushirsak deydigan niyat bor. Misalga Xitoy agarda kambag'al bo'lsa, bu yerda bir quti Coca-Cola'ni balki 50 sentga sotadi. Ama Xitoy biraz boy bo'lsa, buni $1 sotadi. Agar Xitoy nüfusununki 5'te 1'i shuni ichadigan bo'lsa, qancha million dollar degan gapda hamda har bir qutini sotmoqdadan. Shuna bunda ko'z qarashlama bor. Shuningga ham Xitoyningki rejimini o'zgartirish, ham Xitoy bozoridan pul tepish va o'zining mollarini sotadigan bir bozorga aylantirish degandek ashuna planlari bor. Fakat bu plan o'ylagandek bo'lmadi. Xitoyda haqiqatan o'rta sinf paydo bo'ldi. O o'rta sinf aslında Xitoyningki aşı rejimiga beqinib turib boy bo'lganlar. Yani g'arbdagi o'z oldiga mustaqil shaxsiy bunda boy bo'lganlar emas hamda. Aşı rejimdan chiqib ketsam boy bo'lamaysan hamda. Bu rejimdan boy bo'lgan odam bu rejimni yiqitmaydi, qo'g'daydi. Shuni Amerika bu yerda bir nima o'ylab yetamidi. Ama o Xitoy bozorida pul tepishni qila oldi hamda. Fakat George Bush'tan itibaren bu o'zgarishga başladı. Nereden ko'rdik deganda George Bush hokimiyati tayyor qilgan bir milliy xavfsizlik strategiya hujjati bor.
bu hüccette Xitayni bir raqib deb ko'rishga başladı. Strateji raqib deb. Ama bu 11 sentyabr vakasından töpeyli bunu kılamadı. Angacha Obama hükümeti kelgan vaqtida yana shu Clinton'nki vaqtidagi siyosatni yurgizmoqda ama 2014'ge kelgan chaqda shu Obama'nınki New York Times'da bergan bir reportajda şunu dedi. Xitay 30 yıldan beri bilet tölemey maşına çıkılan adam. Bu xalqaro munosabatda ishlatgan bir hukm. Şunu demekçi. Amerika'nınki kurulgan bu dünya tüzümünden en köp paydagan Xitay'dır. Xitay pulunu tölemedi deydi. Ama onun pulunu tölədigan hem de şu Trump hükümeti boldu hem de. Hazırki hükümet şunu kılıvadıdı. Ondaq bikağa nimege maşına çıkıp aldığan iş yok töyleyse de. Ama Xitay şu Amerika'nınki Afganistan uruşu, Irak uruşu, əbəqi degan düşünceden yaman yaxşı paydalandı. Ben dedim Xitay yaman praktik bir parti, ancak ideoloji bir parti boğan bile işte yaman praktik kalısı bile aslında işleydi kalısı. Şununla bu Amerika'nınki bu xil siyasetinden yaxşı paydalanıp özünü güçlendirip aldı. Çünkü her kanda bir devlet başkasına takabül türmendesi başta özünü güçlendiriş lazım. Özü güçlengende anındaki takabül turalaydı. Misalıga deyilem, şu dünya ticaret teşkilatına kırdığım vaxtıda, o vaxtıda şu 15 yıl tırışıp 134 devleti bile sözleşme varan kırdı. Kırgandımı Amerika'nın, Meksika'nın digandek nurgun devletlerinin talepleri vardı. O talepni Xitay yerge ekilemedi. Bulup mu Amerika'nın şu zamanın içinde sizler şu baza iktisadi salaydığı kiliş lazım diyen talepleme vardı. O vaxtıda Curumcu yani baş minister dedi ki başta bir kırvalayla onun da bir nim kılımızdaydı. Bu gapning özü hem nimini düşündürdü. Yani ben bir kırvalay onun da bilgenlik kılımendeydi. Ve bütün şu Birleşken Devletler Teşkilatı olsun, dünyanın ki çok şunda müesseselerge kırganda hemsi muşu niyetiyle kırdı. Ama paydalanış için. Ve paydalandı, güçlendi. 2017'de 19. kurultayda, partinin kurultayda Xi Jinping ahire özününki niyetini oturup koydu. 2020 gece bu namratlıkını yoktu. 2035'te dünyadaki en çok devletler ten buluş ve 2049'da dünyaya hakim oluş. Yani dünyanın en çok devlet buluş. Onundanki Amerika ve Garbler onundanki bu xatarlikni his kıldı. Meyli Avrupa olsun, meyli Amerika olsun buna his kıldı başladı. Onundanki bu İpek Yolu stratejisini oturup koyuşuyla texima onunla işiniz başladı. Onundanki bu Garbliklar çöküvatıdı, Şarklıklar yükselivatıdı diyendek aşında bir düşünce vardı. Ama Amerika berber çöküyordu, biz berber yükselimizdeydik. Düşünceme hakimdi. Şununla bununki mesajcıları bununla mışında bir fikirlerini belgende hem de. Bu bunun işlendi ve aşına kılıvadıdı. Şunlaşka dünyaya meydan okuyalaydıgan halığı kip kaldı azı. Fakat Deng Xiaoping'in diginedek başta işimizin çökürüp iş kılımız onundan kim bir işlerini kılamızdaydı. Yoso Zovi'deydi. Hazır Xi Jinping aşı Yoso Zovi'ni kılvadı değil mi? Ama Xi Jinping'in ki meyli kabiliyeti olsun, hazır Xitay'ın ki çoğuyup bir mukum bir halığı kemey durup dünyaya meydan okuşu bu belki baldur dep saldı dep oylayım de. Xitay'ın ki bu hıl meydan okuşu. Çünkü Amerika ve Garbliklarma hem de özününki menfaatini dep bula birlikte hem de hareket kılmakçı hem de. Amerika hazırki hükümetinin şu ben diyendek birincisi Amerika'nı güçlendiriş. Amerika'nın içki ve taşkı işlerini hal kılış. İkincisi Xitay'ını şu halkara tüzümge ekiriş. Üçüncüsü şu ittifaktaş devletlerle birlikte Xitay'a takabül turuş ya da karşı çıkış. Hazır hem muşunda bulup ketken bir ahval baldur peyda bulup kaldı Xitay için. Şununla bu isimden töpeyli Xitay Meyli Şarkı Türkistan'daki zulüm olsun, Tibetlerge, Tayvanlarga kartılgan siyaseti olsun, bunlar hemmisinin bir bedeli buludu. Şununla aldığımızdaki 20 yılda bu Garp ile Xitay'ın arasında habersiz degen bu soğuk uruşunun ki ahvalı yani okşaş emas hem de.
aşınınğa o'xşaydigan şekil jetde o'xşaydigan bir ahval payda bo'lib qoladi. Agarda hozir Deng Xiaoping bo'lgan bo'lsa, yani başqacha baho berdik, ama Xi Jinping bo'lg'achqa Xi Jinping agarda o'zgartmasa hozirgi siyosatini yoki Xi Jinpingning yeriga kelar yili 20. partiya qurultayı içildi. Aşağıda ko'ramiz. Xi Jinping devam qılamdı, qolmamdı deb. Agar boshqasi kelsa o'zgartamdi, o'zgartmamdi. Bunaqa qaraymiz. Chunki Xitoyningki an'anasiga qaragan chog'da bir kuchga qarshi kuchga kuch emas. Yani yumuşak kuch bilan qattiq kuchni yengish Xitoyningki siyosiy madaniyatiningki meg'izidagi bir uqum. Bunu mayli so'z urush san'ati degan kitobda bo'lsin, mayli Konzuningki tushanchili, Mingzining tushanchisi, hatto Laozining tushanchisi bo'lsin, hammasi mushu bor. Shuningga Xitoy Roma stilidagi kuchga kuch qarshi chiqyapti-yu. Ama buningki bir bedeli ödep qilish mumkin deb o'ylayman. Ve xalqaro Uyg'ur meselesi ya da Sharq Turkiston meselesini bir aynak Xitoyni to'naydigan bir aynak qilib ko'rdimdi. Bu sebepten tüpeyli Uygur meselesi mi bundan keyingi bu dünyada mı muhim yerine yutup koymaydı. Bazen nima kun tartibda chiqish mümkün, bazen de çıkıdı ama yo'qolib ketishim qiyin hamda Xitoy shunday qilgan bo'lsa. Altiya Hanım, sizce 1989 yılı yani Xuyaobang o'lgandan keyin Tiananmen maydoniga bütün Beijingdagi universitetlardan o'quvchilari chiqib demokratiya va erkinlikni talab qilgan bo'ldi. Bu yerda albatta Beijingda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchi o'rkash davlat bularning yetakchisi bo'lib, shu zamonda Xitoyning bosh ministri Li Peng bilan birma-bir o'tirib turib suhbat elib borgan bo'ldi. Undan keyin Xitoy hukumati bastırdı, qanlıq bastırdı albatta 6 ayının 4 tanklarni ve askerlarni. Sizce eğer şu çağda Xitoy Kompartiyasi albatta islohotdan başlagan Deng Xiaoping şu çağda o'quvchilarning bu talablarini to'g'ri ko'rib Xitoy Kompartiyasi bir diktator hokimiyatdan tortib bir demokratiyaga qadam qo'ygan bo'lsa, sizlarcha bu Uyg'urlarning hozirgi vaziyati qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Deng Xiaoping vaqtida agar haqiqatan shu o'quvchilarningki shu Tiananmen maydonidagi o'quvchilarningki ra'yi bo'yicha shu Jungoni demokratiyaga mangdigan yo'linishga shu yetaklaydigan qo'shilgan bo'lsa, ya'ni o'quvchilarningki talabini rad qilmagan bo'lsa, bostirmagan bo'lsa, shu davrdagi shu Zhao bu aslida islohotparvar deb qaraldi. Xitoyningki shu siyosiy sahnasidagi rahbarlashtiridagi bir islohotparvar rahbar deb qaraldi. Xitoy balkim demokratiyaga minishi mumkin edi. Chunki shu vaqtida g'arb jamiyati Deng Xiaopingning islohot ishini strategiyasidan Jungoni cho'qim demokratiyaga qarab mangdi deb oshnoq tushungan. Lekin Deng Xiaoping'ninki 89 yildagi bu 4-iyun voqeasini bostirishi bilan bu narsa amaliyotda bir ko'pikka aylandi. Xitoyningki demokratiyaga minish bir tushga aylanib qoldi. Shu anda u vaqtdagi tanlash boshqacha bo'lgan bo'lsa, Uyg'urlarningki taqdiri bugun balkim boshqacha bo'ladi. Bugungidan yaxshi bo'ladi. Hech bo'lmagan chog'da, garchi mustaqillik u narsalarni demagan taqdirda Uyg'urlar o'z haq-huquqlarini kapalat qilgan bir jamiyat shakllanadi deb qarayman. Erkin efendi, bu albatta nurg'un Uyg'ur kuzatuvchilar bo'lsin, siyosatchilar bo'lsin, masalan hamda Xitoylarning Uyg'urlarni boshqarishi masalan shu Kuomintang davridan boshlandi desak, ya'ni Manchu hukumatining imperiyasining 1912-yili hukmron bo'lishi bilan Kuomintangning bosh ko'tarishi bilan 1912-yildan boshlab hamda bularning Kuomintangning keyin 49dan beri Gongsandanning desak qo'lda hokimiyatida turgandan keyin yana nurg'un Uyg'urlar hamda Uyg'ur siyosiyonlar, tadqiqotchilar mayli bular Kuomintang bo'lsin, Gongsandan bo'lsin, hatto demokratchilar bo'lsin, masalan yaqinda Beijing shunmi ochiq oshkora o'zining maydonini bildirgan bo'ldi. Bu hamda ta'sir doirasi kuchli bir Xitoy demokrat. Ham Xitoyda shu demokratik harakatlarni elib borgan, ham shu sababdan Amerikani qutuldirib, Amerikaga chiqqan bir shaxs. Shunga ba'zi Uyg'urlarning nazarida bular mayli Kuomintang bo'lsin, Gongsandan bo'lsin, Minjudan bo'lsin, nima o'zgarsa o'zgarsin,
ularning Uyg'ur qaratgan bu bunda siyosatlari ya düşmanligi o'zgarmaydi deb tushundi. Sizningcha mushta qarash to'g'rimi? Menimcha to'g'ri. Belki bir kısım yani az bir kısımdaki Xitaylar belki Şərq Türkistan müstakil bolsun, Uyg'urlar özünün haqqını alsın ve özünə iyilik hukukunu alsın deydigan Xitaylar buluş mümkün. Ama onda Xitaylar esas siyasi iqimni teşkil kılamaydı. Yani bir hakimiyetini kuralaydigan yoki bir siyasi hareketini kılalaydiganlar bo'lmaydi. Çünkü bu Xitayning siyasi medeniyetinin ki işçide en meğiz yerde, ilik yerinde yerleşken bir düşünce. Yani bu etraftaki devletlerin hemmisini özününki devletke bağlaş, yani özünün hakimiyetke bağlaş. Ve şundakla bir tarihten desek, bu sistem bile hem siyasi cetten üstünlükünü qoğdap kaldı, hem iktisat cette özüne baykılalaydı, sömürelaydı, hem de xavfsizlik cette özününki çigra rayondan xavfsizliğini qoğdayalaydı. Hem de bu düşünce bugün modern zamanlarda bulup mu hazırki ulus devlet vaktida yani nation state şekilde kurulan devletlerde aslında bunda olması lazım. Mesela Osmanlı devleti yıkıldı, nurgun devletler müstakil oldu. Xitay Mançur imperiyası yıkıldı, en az da 5 devlet kuruluş lazımdı. Ama onda olmadı çünkü şu düşünce bu başka ben degen düşünce. Bu düşünce Xitay'nın ki siyasi medeniyeti de moyum yeri bu başka. Onu Şərq Türkistan'da koypamaydı Xitaylar. Ben dedim Cankeşik şunda aciz vakti dedim yana Şərq Türkistan koldan çıkıp mısır Moğolistan'da bir versek mi meyli dedi. Şunun karganda yani bu belki nimege hakimiyet bir şey kilemegen vakti da belki bazı Xitaylar değiş mümkün. Uygurların hakkını qoğdayımız o bu. Ama hakimiyet bir şey kip kalsa ulama belgesi yok ama işletken uslup okşumaydı. Mesela Gomindan'ın vaxtıda Zhang Zhizhong'un ki Şərq Türkistan siyasetini elip bir ağam vaxtıda yani nispeten bir yumuşak siyasetine elip bağdı. Millilerden teşkil tapkan hakimiyetini kurudu. Xitay'ın ki sağını az. Ama komünist Xitaylar onda kılmadı. Başta yumuşak kıldı, kim katlık kıldı, hazır mı şu katlık kollukla elip bir vaxtıda. Bence yani bir Xitay hikayesini yumuşak yapını dep durup yani Şərq Türkistan'ı beğenmezlikке tırışıdı dep oylayman. Rahmet, Erkin Efendi, Asiye Hanım bugün bu sohbet katışmayın ola. Ben rahmet ettim. Hürmetli görünmenler, bugünkü programımız bir şeyde haklı işte. Gelecek gün görüşeceğiz. Üç vakit oldu.